namozda birinchi namozxon namozga kirishdan oldin niyat qilishligi farz. Niyatni o'rni qalbdan o'tkaziladi. Mana kelayotgan vaqtimizda niyat o'zi qalbimizdan o'tdi. Shu namozga kelayotgan vaqtimiz nima deb keldik? Juma namozini o'qiyman deb keldik-ku. Qalbimiz uni aytdi endi. Endi turgan vaqtida tilimiz uni tasdiqlash kerak. Niyat qildim, 2 rakat farz namoz jumani o'qishligini. Iqtido qildim imomga, qiblam Ka'ba yuzlanib xolis Alloh uchun. Ana shu narsani tiliz bilan aytgandan keyin qalbdagi nimaga chiqyapti endi? Tilga chiqyapti. Mukammal bo'ladi. Qalbda qolib ketmasin, til ham aytsin uni. Iymonni ham sharti shuda, al-iymonu iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb. Til bilan aytgan narsani nima qilish kerak? Qalb tasdiq qilish kerak, ma'qullash kerak. Tilim aytib tursa-yu, qalb boshqa narsani aytib tursa bo'lmaydi u. Ikkalasi bitta narsani ma'qullashligi kerak. Ana shunda inshaalloh haqiqiy niyat hosil bo'ladi. Imomga ergashuvchilar hozir bo'lganda albatta imomni niyatini qilish kerak. Iqtido qildim imomga deydi. Imomga iqtido qildingizmi, siz o'zingizni imomga topshirdingiz. Endi imomning qiroati, sizning qiroatingiz, imomni har bir o'qiyotgan duosi va istig'fori sizniki bo'ladi. Imomga topshirdim dedingizmi? Imom siz uchun namoz o'qib beryaptimi? Demak, imom nima deyotgan bo'lsa, siz imom o'qiyotgan oyatlarni yodlamagansiz, lekin sizga o'sha oyat o'qildi degan narsa nomai amolingizga bitiladi. Tushunyapsizmi? Demak, qarang, imomga iqtido qilishlik. Imom 10 yillab, 15 yillab ilm olgan, ustozlar ko'rgan, madrasa ko'rgan. U imomni ilm o'qiyotgan vaqtida siz uxlayotgandirsiz, bir ishlarni qilayotgandirsiz, nimalardir. Lekin u imom shuncha ilmni to'dalab kelib, mana mihrobga o'tdimi, o'sha ilmidan o'qiyaptimi, o'sha ilmdan sizga nasiba tiyapti. Qarang, qanchalik savobda bu narsa. O'sha narsani topasiz. Shuning uchun imomni niyatini qilish kerak. Namozxon takbiri tahrimada Alloh lafzi jallolasini avvalgi alifini cho'zib aytsa, ulamolarning ittifoqlariga muvofiq namozga kirishgan bo'lmaydi. Allohu akbar desa, namozga kirishgan bo'lmaysiz. Shuni bilinglar. Ani cho'zib bo'lmaydi. Allohu akbar bo'lsa bo'ladi. Demak, Allohu akbar deb lomni cho'zishlik bor, lekin Allohu akbar desa, u namozga kirishgan bo'lmaydi. Keyin imomdan avval takbiri tahrimi aytib qo'ygan odam ham namozga kirishgan bo'lmaydi. Hali imom quloq qoqqan yo'q, shustriylarimiz bor-da. Hali imom niyatni qilyapti, Alloh deyman deganda birdan nima qiladi-yu, qo'lini bo'ylab turadi. Keyin imom qo'lini bog'laydi, takbirda aytadi. U hali namozga kirgan bo'lmaydi. Imomdan keyin bo'lishligi kerak takbiri tahrimi. Tushundinglarmi? Imomdan oldin rukuga ham borib bo'lmaydi, sajdaga ham borib bo'lmaydi. Darrov hali imom rukudan qaytmasdan dik turib oladiganlar bor. Imom hali sajdaga yiqilmasdan tasar yiqilib oladiganlar bor, shustriylar bor. Bunaqaylarga vaid hadis kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida boshi eshakni boshidan bo'lib tirilishigidan qo'rqmaydimi deganlar. Shunday amalni qilayotganlar. Demak, buni ham orqasida qattiq nima vaidi bor ekan, qo'rqitishligi bor ekan. Kim imomdan oldin boshini ko'tarib qo'ysa yoki imomdan oldin bosh qo'yib qo'yadigan bo'lsa, ana shu takbir tahrimalarni tez qilib qo'yadigan bo'lsa, u namoziga zarar yetkazib qo'yadi. Ana demak, jamoat namozida doimo saflarni tekis saqlashligimiz kerak. Chunki saf tekis bo'lsa, namoz mukammal bo'ladi. Saflarni o'zaro o'sha ulanib turishligiga ham e'tibor berish kerak. Namozda saflar bir-biriga ulangan bo'lish kerak. Mana juma namozlarida ham ba'zi bir xillar yozdikilar soyaga narki betga o'tib oladi-ku. O'rtadan yo'l o'tgan bo'lsa, agar namoz o'qiyotgan odamlarni safi bilan uzilib qoladigan bo'lsa, u safdan chiqib qolgan bo'ladi, namoz bo'lmay qoladi. Shuning uchun farz namozi o'zi 2 rakat o'qilinadi, jumada. Ana shu farz namozida kelib safga qo'shilishlik kerak-da. Keyin sunnatlariga soyoroq joyga borib o'qisa ham bo'laveradi. Lekin jamoat namozida saf qo'shilishlik kerak. Alohida uzilib qolsa bo'lmaydi. Ba'zida farz namozlarda safga tursa,
yonida turgan odamni oyog'iga oyog'ini tiraydiganlar bor. Bizda yo'q-ku. Mana boshqa joylarda shunaqalar bor. Demak, bizni mazhabimizda oyog'ini orasi qancha bo'lishi kerak? Oyog'ini arasi ikkita oyog'ingizni shunday qo'ygan vaqtingizda mana bitta 4 ta kaftingizni barmog'i sig'adigan joy bo'lishi kerak. Ana shunday, ana shuncha turish kerak. Ana shunday turish kerak oyoq. Ba'zilarning oyog'i mana bunday Charlie Chaplinnikidek turadi. Ba'zilarniki mana bunday qilib qo'yib oladi, kirib katta qilib ochib oladi. Qayni semiz, katta, gavdali odam bo'lsa, o'ziga loyiq turadi. Yani semiz odamni oyog'ini bunday olib kelaman desangiz, dumalab ketib qolishi mumkin-da. O'shan jihatidan gavda zo'r, katta odam bo'lsa, o'zini gavdasini saqlaydigan darajada tursa ruxsat. Lekin ixchamroq odamlarni oyog'imiz bizani mazhabimizda turganda ikkita oyoqchamizni uchi to'g'ri qiblaga qarab, orasi ana shuncha ochiq bo'lishi kerak. Bitta 4 oyoq qo'lingizni qo'yganingizda 4 ta barmog'i sig'adigan ana shunday turishligi kerak. Keyin o'sha namozda turganimizda ham oyoqlarimizni tizzalari bukilmasligi kerak. Bukilib oyoqqa bu yoqqa tashab turmasligimiz kerak, tekis turish kerak. Endi bel og'riq, qarrilar, ularga uzrli bo'lsa mayli. Lekin yoshlarimiz yaxshi turishga qudrati yetadiganlar namozda turishlikda ana shunday turishligi kerak. Ana shunga ham e'tibor berishligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turgan kishini oldidan o'tuvchi kishi bu ish uchun unga qanday gunoh bo'lishligini bilganda edi, uni oldidan o'tmasdan 40 hafta yoki kun yoki oy bo'lsa ham kutgan bo'lardi deganlar. Demak, namoz o'qiguvchi odamni oldidan kesib o'tishdan ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Namoz o'qiyotgan odam oldi tomonga sutra qo'yishligi kerak. Mana sutrachalarimiz bor, hozir masjidimizda ham qilib qo'yganmiz. Ana yo bir ustunni orqasini o'zingizga to'siq qilib olib namoz o'qishligingiz kerak. Ba'zilar bor, kirib oladi, eshikda ayni odamlar kiradigan joyda, o'tadigan odamga joyda darrov namozini boshlab yuboradi. U yerdan kiradigan joydan o'tgan odamlarning hammasi gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'lishiga qasddan boshlayotgan odam ham gunohsiz bo'lib qolmaydi, shuni bilaylik. Qasddan bir kishini gunohkor bo'lishiga sababchi bo'lsak, biz ham gunohkor bo'lamiz. Namoz ulug' ibodat. Shuning uchun bemorlar ham namoz o'qiydilar. Namozga uzr yo'q. Biza ko'p namozimizni qazo qilib yuboraveramiz-da, shariatda agarki kasal bo'lsak, agar tura olmasak, o'tirib o'qishlikni buyurilgan. O'tirib o'qishlikka agar kuchimiz yetmasa, yonboshlab yotib o'qishlikka buyurilganmiz. Suv topa olmasak, tayammum qilib o'qishlikka buyurilganmiz. Agar namozga uzr bo'lganda edi, ana shu narsalarga uzr bo'lgan bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam sahobalardan Imron ibn Husayn ziyoratiga borganlarida kasal bo'layotganda kirdilarda, "Solli qoiman fa illam tastatiya fa qoidan fa illam tastatiya fa ala janbin." Namozni tik turgan holatda ado etgan dedilar. Agar turib o'qishga majoling yetmasa, o'tirib o'qi. Agar o'tirib o'qishga ham madoring bo'lmasa, u holatda yonboshlab o'qigan dedilar. Buxoriy rivoyat qilganlar. Demak, namozga shunchalik biz e'tibor berishligimiz kerak. Alloh rozi bo'lsin. Shunday odamlarni ko'rdik hayotimizda. O'zi jon beradigan kunida, o'zi jon beradigan kuni edi o'sha kuni. Mani tahorat qildirib qo'yinglar, namozimni ado qilib olay degan odamlarni ko'rdikda. Bir tomonidan yara bo'lib shunday qon oqib turganida tahorat qilib o'tirib namozini o'qigan odamlarni ko'rdik. Benamoz bo'lib, beparvo bo'lib yurganlarga mana shu narsa. Nogiron bo'lib zo'rg'a emaklab chiqib namoz o'qiyotganlar bor, lekin sog'lom bo'lib turmuchali namoz xayoliga kelmaydigan odamlar bor. Ba'zi namozxonlar namozga kechib kelsalar, o'sha qo'shilish tartiblarini ham bilmaydilar. Bu narsani mana xuftan namozda har kun kifoya kitobidan o'qiyapmiz, masalalarni o'rganyapmiz. Ozgina vaqtimizni ajratib kelsak, inshaalloh bu masalalarni namozga kechikib kelsa qanday qo'shilinadi, nima qilinadi, oz-ozdan o'rganib, o'zimizni xatolarimizni tuzatishimiz kerak. Demak, oxirgi qabrga borganimizda bizlar uchun hujjat bo'ladigan narsa, demak, namoz ekanmi, hujjatimizni yaxshilab tayyorlab olishimiz kerak. Takbiri tahrimani aytib Allohu akbar degandan keyin inson
butun dunyoni ishlarini o'ziga hamroh qiladida, keyin oxiratga Alloh bilan bog'lanadi. Ana shunday. Demak, bu ulug' ibodat. Imom namozni ovozini chiqarmay maxfiy qiroat qilayotgan bo'lsa, kechikib kelib qolgan bo'lsangiz, ergashdingiz, iqtido qildingiz. Nima qilasiz? Ergashgan odam sanoni o'qiydi. Ichida o'qiyotgan bo'lsa. Agar jahriy qiroat qilayotgan bo'lsa, Qur'onni mana shomda, xuftanda yoki juma namozida qiroat jahriy qilayotgan bo'lsa, sano o'qilmaydi. Allohu akbar deydi-yu, iqtido qiladi. Imom salom berib namozini tugatgandan keyin kechib kelgan odam o'rnidan turadi-da, qolgan namozini necha rakat qolgan bo'lsa, o'shani ado qilib oladi. Demak, mana shu masalalarni ham bilib olishligimiz har birimiz uchun, namoz o'qiganlar uchun farz bo'ladi. Chunki namoz biz uchun farz, uni ilmini namoz o'qishlik darajadagi holatdagi ilmni bilishligimiz ham biz uchun farz bo'ladi.